Gazete bitlerinde mobilizatsiya gazete bitlerinde mobilizatsiya degan yozuvlarni ko'rsam, qat-qat o'qiyim, qayta-qayta jalay-jalay o'qiyim. Shunda endi tinglamas o'g'landan Oygul Malikova degan xotinning eri Yovqiranda o'lgan. Şol erni mayitin o'zining yoqqa şol xatli og'irliqlar bilan olib chiqqan tigi yigit. Şol yigitga Oygul malayining mototsiklini jiberga o'ylagan. Hem Aynur Qosimov qarab, tigi mototsiklni tuzatkalashtirib, şol botir yigitga jiberganlar. Mana bek yaxshi qabul etib endi naq botir yigitga bo'lak etganlar. Ne şolsimisi? Şundan. Tag'in qolib turganda aytayim. Ha? O'zingiz matayni ne uchun birga o'yladingiz? Nindi matay bu? Matay betesh men aytam. Bizning matay bor bit. Ural matayi bor bit. 10 yildan beri Şamil ketganini 10 yil to'la 10-nida noyabrda. Shundan beri mo'ngayib Şamilni yo'qsinib o'tira mototsikl garajda. Betesh men aytam. Bizning matay bor bit. Jiberayigeli deb o'yladim da yordam etdim, bizdan yordam bo'lar dedim. Hem Faniya qizma shaltiratdim. Qizim shulayrat. Bizdan da yordam kerak bit endi matayni jiberayigeli dedim. Faniya siradi Fandariyaga shaltiratdi, Og'ul Sovitidan shaltiratdi. Og'ul Soviti siradi kelib jetdi. Matayni qaradi. Gülfir abla benim matay bilan birda tanışlık yok dedi. Mana Aynur Qosimov kelir, qarar dedi. Mana Aynur Qosimov keldi, qaradi. Tuzatkalashtirib, netishtirib, jiberir Allah bersa. Bizdan yordam bo'lar.